qachon bor edi bu Imom Buxoriy, Maturidiy, Marg'iloniy, Termiziy, Naqshbandiy markazlar? Nima uchun men uni ochdim? Nima uchun islom sivilizatsiya markazini qildim? Tarixga muhrlab qo'ymoqchiman. U islom sivilizatsiya markaziga kirgan odam chiqqandan keyin bu millatga ta'zim qilish uchun qildim men. Islom madaniyati va ma'rifatini dunyoga tarannum etish orqali radikalizm va islamofobiyaga qarshi samarali kurashish mumkin. Shu borada O'zbekistonda amalga oshayotgan noyob loyihalar Islom sivilizatsiya markazi, Imom Buxoriy, Imom Maturidiy, Imom Termiziy, Bahovuddin Naqshband tadqiqot markazlari salohiyatidan birgalikda foydalanishga chaqiramiz. Now I am become death, the destroyer of worlds. Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markazi endi nafaqat me'moriy, balki vizual jihatdan ham yangi darajaga chiqdi. Hozircha rasman ochilmagan majmuada kechasi test rejimida yoritish tizimlari sinovdan o'tkazildi. Bino fasadiga proyeksiya orqali hadislar, Qur'ondan oyatlar, islom tarixi va sharqona naqshlar uyg'unligidagi tasvirlar aks ettirildi. Atmosfera haqiqatdan ham hayratlanarli. Ma'lumotlarga ko'ra, bu sinov tariqasidagi ilk namoyish bo'lib, kelgusida majmua ochilgandan so'ng shunday shoular doimiy ravishda o'tkazilishi rejalashtirilgan. Qurilish deyarli yakunlangan. Endi esa bu joy tez orada Toshkentning yangi ma'naviy va madaniy markazlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu هذه مدة طويلة بين الحول والسنة وعد